Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan MCVH loyihasini davom ettiramiz. Hozirgi videomizda 307-savollarni yechimini qilamiz. Birinchi savolni boshlaymiz. Tenglamani yeching debdi. Mana shu ko'rinishda trigonometrik tenglama berilgan. A'sida tenglamani eng kichik musbat ildizini toping. B'sida tenglama minus pi u pi kesmada nechta ildizga ega debdi. Xo'p, buni yechishdan oldin chap tomonni birinchi ko'paytmadan yig'indiga o'tkazaman. Yig'indiga o'tkazsam bu 1/2 sinus 8x qo'shilgan sinus 6x ko'rinishiga keladi. Barobar sinus 6x. Endi ikkini bu yoqqa ko'paytirish qilib o'tkazsam sinus 8x barobar 2 sinus 6x, sinus 6x bu yoqqa ayirish bo'lib o'tsa, demak sinus 6x ga teng kelib chiqadi. Endi buni yechishimiz uchun bir tomonga o'tkazamizda ayirmadan endi ko'paytmaga o'tishimiz kerak. Sinus 8x minus sinus 6x ni ko'paytmaga o'tkazish kerak bo'ladi. Ko'paytmaga o'tkazsak buni 2 cosinus 7x ko'paygan sinus x bo'ladi. Bu 0 ga tenglik kelib chiqadi. Endi 2 ga bo'lib yuborsak cosinus 7x kara sinus x 0 ga teng kelib chiqadi. Bunda bo'lishi mumkin. Demak, bitta holda cosinus 7x 0 ga teng bo'lishi mumkin. Ikkinchi holatimda yoki sinus x 0 ga teng bo'lishi mumkin. Cosinus 7x 0 ga tengligini yechsam, demak 7x barobar xo'p 0 ga teng bo'lsa pi taqsim 2 qo'shilgan pi k bo'ladi. X ni topadigan bo'lsam, endi 7 ga bo'lishim kerak. Pi taqsim 14 qo'shilgan pi k bo'ladi. Adashdik hozir bu yerda, mana bu yerda plus minus har kosinus bo'lardi. Bu yoqda 2 pi k bo'lishi kerak. Demak, mana bu yerda ham plus minus 2 pi k taqsim 7 bo'ladi. Demak, yechimimiz mana shu ko'rinishda bo'lar ekan birinchisida. Endi ikkinchisi sinus x 0 ga teng bo'lsa, endi bu x pi n ga tengligi ma'lum. Bu yerda demak bizada k bilan n'imiz butun sonligi aniq. Endi xo'p, A'sida eng kichik musbat ildiz degan, eng kichik musbat ildizi mana bu yerda k teng 0 bo'lganda plusligi pi taqsim 14 ni o'zi bo'lib qoladi. A'si oddiy pi taqsim 14. B'si endi minus pi pi kesmada nechta ildizga ega degan. Buni oraliqdagi k ga m ga qiymatlarni berib, shu oraliqqa tushadigan qilib tanlashimiz kerak nechtaligini. Buni topish uchun vaqt yetkazib o'tirmayman. Buni o'zlaringiz hisoblab olsangizlar bo'ladi. Ya'ni k bilan n ga qiymat beramiz. Minus pi pi oralig'iga tushirish kerak ildizlarni. Mana shu k bilan n larni sonini topish kerak keyin. O'shancha ildizga ega bo'ladi. Buni topsak, javobimiz demak bizada 17 ta chiqadi. Demak, 17 ta ildizi bo'lar ekan mana shu minus pi pi oralig'ida. Xo'p, ikkinchi savolimiz tenglamani yeching debdi. Bu demak sistema ko'rib turibmiz. A'sida y ning eng kichik musbat qiymatini toping degan. B'sida tangens 2y kara kotangens x taqsim 2 ning qiymatini toping debdi. Demak, ikkinchi tenglikdan ko'rinib turibdi. Sinus x imiz 2 sinus y ga teng. Endi birinchi tenglikdan y ni topsak 2 pi taqsim 3 minus x ga teng. Mana shu yuqoridagi tenglikka keltirib qo'yaman shuni. Demak, quyidagi ko'rinishga keladi. Sinus x barobar 2 sinus xo'p 2 pi taqsim 3 minus x. Endi o'ng tomonni ochib chiqaman. Sinus x barobar 2 kara, demak sinus alfa minus betadagi ochib chiqsak buni sinus 2 pi taqsim 3 bu ildizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paygan cosinus x. Xo'p, keyingisi minusda sinus emas, cosinus 2 pi taqsim 3 bu minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Shuning hisobiga bu plus 1 taqsim 2 bu yoqda sinus x bo'ladi. Endi 2 ga ko'paytirib ochib chiqsam sinus x barobar ildizda 3 cosinus x qo'shilgan sinus x bo'lib qoladi. Ikkala tomonda sinus x bor, bular ketib qoladi. Demak, ildizda 3 cosinus x tenglik 0 degan tenglamaga kelib qoladi bu. Buni ham ildizda 3 ga bo'lsak, bizada cosinus x barobar 0 qoladi. Endi bizada x ni qiymati bu yerda qiziq emas.
Kosinus x 0 bo'lganda bilamiz. Sinus x'imiz plus minus 1 bo'lishi mumkin. Endi bizada mana shu ikkita holatda qarashimiz kerak. Ya'ni birinchi holatim sinus x minus 1 ga teng bo'ldi. Sinus x minus 1 ga teng bo'lganda bizada mana bu ikkinchi tenglikdan sinus y'imiz xo'p minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Bu yerdan y'ni topadigan bo'lsak minus 30 gradus bo'ladi. Lekin bizada eng kichik musbat yechimi degan bunga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisini qarasak, sinus x 1 holatini qarasam, bunda menda sinus y'im 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu holatda y'im menda 30 gradus chiqadi yoki pi taqsim 6 deb qarashim kerak. Demak, bizada eng kichik qiymat mana shu pi taqsim 6 bo'lib qoladi. A'sini javobi demak pi taqsim 6 bo'lar ekan. Ikkinchisini qarasak endi b'si xo'p tangens 2y ni toping degan. Demak, e'tibor qilamiz. Ixtiyoriy bitta yechimda buni qiymatini topsam bo'ldi. Hozir y ning eng kichik qiymati pi taqsim 6 ligini topdik-ku. Mana y pi taqsim 6 chiqdi. Y pi taqsim 6 bo'lsa, birinchi oraliqqa qaraydigan bo'lsak, oraliq deyman, birinchi tenglikka qarasak, sistemani o'ziga x demak 90 gradusga tenglik kelib chiqadi. Demak, mana shu bizada bitta yechim 30 bilan pi taqsim 2 bitta yechim. Endi shuni qiymatini hisoblasam bo'ldi. Tangens 2y hozir menda tangens 60 gradusni beradi. Ko'paytiraman. Katangens 90 ni yarmi bu yerda 45 gradus bo'ladi. Tamom, mana shuni hisoblasam bo'ldi. Boshqa qiymatlarda ham baribir ko'paytma shu natijani beradi. Tangens 60 da demak bizada ildizda 3 ga teng. Katangens 45 1 ga teng. Demak 1 ga ko'paytirsam ildizda 3 ni o'zi chiqib qoladi. Demak, b'sining javobi ildizda 3 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi savolimiz shunday edi. Keyingi 3-savolimiz bu ham sistema. Agar kosinus x qo'shilgan kosinus y 1 taqsim 2, sinus kvadrat x qo'shilgan sinus kvadrat y 7 taqsim 4 bo'lsa deyapti. Sinus y ning eng kichik qiymatini toping degan, x ning eng katta manfiy qiymatini toping debdi. Endi birinchi tengligimizni kvadratga ko'tarsak qanday bo'ladi? Kosinus kvadrat x qo'shilgan 2 ta kosinus x kara kosinus y qo'shilgan kosinus kvadrat y barobar 1 taqsim 4 bo'ladi. Endi kosinus kvadrat x bilan kosinus kvadrat y ni 1 minus sinus kvadrat x deyman. Y ni esa 1 minus sinus kvadrat y deyman. Qo'shilgan 2 ta kosinus x kosinus y barobar 1 taqsim 4 bo'ldi. Endi mana bu 2 minus sinus kvadrat y qo'shilyapti. 2 dan 7 taqsim 4 ni ayiraman. 1 taqsim 4 mana bu ketib qoladi. 2 ta kosinus x kara kosinus y 0 ga teng ekanligi kelib chiqadi bizada. Bundan kosinus x kara kosinus y 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu quyidagicha bo'lishi mumkin ikkita holat. Ya'ni kosinus x 0 bo'lgan bo'lishi mumkin yoki kosinus y 0 bo'lishi mumkin. Endi ikkala holatni tekshiramiz. Kosinus x bizada 0 bo'ladigan bo'lsa, birinchi tenglikdan kosinus y'imiz 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ikkinchisida shuni teskarisi kosinus x 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi bizada sinus y ning eng kichik qiymatini toping degan birinchisida. Xo'p, mana birinchi holatga qaraydigan bo'lsak, 1 qo'yay bunga, mana bunga 2 qo'yay. Kosinus y'imiz hozir 1 taqsim 2 bo'lyapti. Sinus y'imiz bu paytda plus minusda ildizda 3 taqsim 2 chiqishi mumkin. Ikkinchi holatimda esa sinus y'im plus minus 1 chiqishi mumkin. Endi bular orasidan eng kichigini topishim kerak. Eng kichigi demak ko'rinib turibdi, minus 1 ga tengligi. Endi b'siga javob beramiz. X ning eng katta manfiy qiymati degan. Birinchi holatda qarasak, kosinus x 0 ga teng bo'lsa, demak x imiz manfiy qiymatini qaraydigan bo'lsak, minus pi taqsim 2 to'g'ri keladi. Ikkinchi holatda qaraydigan bo'lsak, kosinus x 1 taqsim 2 ga teng bo'lsa, bu plus minus, xo'p, arc kosinus 1 taqsim 2 bo'lsa, bu minus pi taqsim 3 bo'ladi.
Mana shu to'g'ri keladi. Demak, eng katta manfiy yechimga minus pi taqsim 3 bo'lib qolar ekan. Demak, B sining javobi minus pi taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 4-savol. Tenglamani yeching debdi. Xo'p, bunda 4-darajalarni daraja pasaytirishdan foydalanaman. Xo'p, sinus kvadratni kvadrat desam, sinus kvadrat 1 minus kosinus 2x taqsim 2 ga teng. Shuni kvadratiga teng bo'ladi. Plus 2 da sinus kvadrat 2x barobar. Xo'p, 9 da buni ham kosinus kvadratni kvadrat desam, 1 plus kosinus 2x taqsim 2 ning kvadratiga bo'lib qoladi. Endi bularni ochib chiqadigan bo'lsam, 1 minus 2 da kosinus 2x qo'shilgan kosinus kvadrat 2x taqsim 4 qo'shilgan 2 da sinus kvadrat 2x barobar 9 ko'paygan. Xo'p, surati 1 plus 2 da kosinus 2x qo'shilgan kosinus kvadrat 2x taqsim 4 bo'lar ekan. Endi 4 ga ko'paytirib yuborsam birdaniga osonroq bo'ladi. 1 minus 2 da kosinus 2x qo'shilgan kosinus kvadrat 2x qo'shilgan 8 da sinus kvadrat 2x barobar 4 qisqarsa bu yoqda faqat surat 9 ga ko'payadi. 9 plus 18 da kosinus 2x qo'shilgan 9 da kosinus kvadrat 2x ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu yerda sinus kvadrat 2x bor. Buni ayniyatdan 1 minus kosinus kvadrat 2x deyman. Faqat kosinus 2x ga bog'liq tenglama bo'lib qoladi. Buni ham soddalashgan holatini birdaniga yozaman. Soddalashtirsak xuddi shu ishni qilib 16 da kosinus kvadrat 2x qo'shilgan 20 da kosinus 2x barobar 0 degan oxirida tenglamaga kelib qoladi bizada. Mana shuni soddalashtirsak. Endi buni yechadigan bo'lsak, xo'p, 4 da kosinus 2x ni bundan chiqarib olsam, birinchisida 4 da kosinus 2x qolyapti. Plus 5 barobar 0 degan tenglamaga kelib qoladi. Mana bu doim musbat. Kosinus 2x minus 5 taqsim 4 bo'lishi kerak. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Demak, bunda ildiz bo'lmaydi. Faqat kosinus 2x tenglik 0 yechim kelib qoladi bizada. Mana shu yechimga ega bo'lishi mumkin. Endi kosinus 2x teng 0 ni yechadigan bo'lsam, 2x teng bo'ladi. Plus minusda arc kosinus 0, bu degani pi taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan 2 pi ga bo'lish kerak. 2 ga bo'lsa mana endi plus minus pi taqsim 4 qo'shilgan pi ga bo'ladi. Yechim mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. K demak butun son bo'lishi kerak. Endi yechim tayyor bizada. Savolda so'ragan minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'ida nechta yechimga ega degan. Buni ham k ga qiymat berib, mana shu oraliqdagi yechimlarni topishimiz kerak bo'ladi. Bu muammo narsa emas. Bunga ham vaqtni ketkazib o'tirmayman, chunki videomiz cho'zilib ketmasligi uchun. K ga qiymat berib minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'idagi ildizlarni topsak, bizada 2 ta chiqadi. Endi ikkinchisi ham xuddi shu gap, faqat bunda minus pi oralig'idagi ildizlarni topib ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Bunda javob bizada 0 chiqadi. K ga qiymat berib bu oraliqdagi ildizlarni topishni hamma qilib biladi menimcha. Shu uchun vaqtni ketkazmaslik uchun shunday qilyapman. 5-savolimizga o'tamiz. Tenglamani yeching debdi. Xo'p. O'ng tomonni ochib chiqsak mayli. Xo'sh, nima bo'ladi? Chap tomonning o'zi kosinus 3x minus sinus x barobar ildizda 3 kosinus x minus ildizda 3 sinus 3x bo'ladi. Endi 3x liklarni bir tomonga, x liklarni bir tomonga o'tkazsam, demak 3x lar chap tomonga o'tsa, kosinus 3x plus ildizda 3 sinus 3x bo'ladi barobar bu yoqda esa sinus x qo'shilgan ildizda 3 kosinus x bo'ladi. Endi buni 2 ga bo'lib yuboraman. Hozir sababi ko'rinadi. Bu 1 taqsim 2
kosinus 3x bo'ladi. Qo'shilgan ildizda 3 sinus 3x barobar 1 taqsim 2 sinus x qo'shilgan ildizda 3 taqsim 2 kosinus x ko'rinishiga keladi tenglamamiz. Endi nimaga 2 ga bo'lib yubordim desam, mana bu yerda taqsim 2 qolib ketibdi. Mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsam, sinus bilan kosinusni ikkita burchagi bir xil. Bu yoqda ham xuddi shunday. Mana 1 taqsim 2 bilan ildizda 3 taqsim 2 ni ham bir xil gradusda sinus bilan kosinusga o'tkazishim mumkin. Ya'ni, misol uchun 30 gradusni qarasam 1 taqsim 2 ni sinus 30 deyman, mana buni kosinus 30 deyishim mumkin. Ya'ni mana shunda bu yog'i oddiy formulaga kelib qoladi. Shu uchun 2 ga bo'ldik. Endi shu ko'rinishda qiladigan bo'lsam, mana 1 taqsim 2 ni sinus 30 deydigan bo'lsam, bu yog'i bizada sinus 3x qo'shilgan, demak pi taqsim 6 ko'rinishga keladi. Barobar bu yog'i ham xuddi shu sinusga keltiradigan bo'lsam, faqat x qo'shilgan 60 gradus bo'ladi. Bunda pi taqsim 3. Mana shu ko'rinishga keladi tenglamamiz. Endi buni yechishimiz uchun bir tomonga o'tkazamiz u, keyin yig'indadan ko'paytmaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Sinus 3x plus pi taqsim 6 minusda sinus x plus pi taqsim 3 barobar 0 bo'ladi. Endi buni ko'paytmaga o'tsam, ikkita sinus, demak bir-biridan ayirishim kerak. 3x plus pi taqsim 6 dan ayiraman. X plus pi taqsim 3 ni. Taqsim 2 ko'paygan qo'sh kosinus. Endi qo'shaman ikkalasini 2 ga bo'laman. Barobar 0. Mana shu ko'rinishga keladi. Endi biza 2 ga qiziq emas. Mana bu ifodalarni soddalashtirsam, sinusda 2x minus pi taqsim 6 taqsim 2 kosinus bunisi esa 4x qo'shilgan pi taqsim 2 taqsim 2 barobar 0 ko'rinishga keladi. Endi 2 ga ham bo'lib yozsam, sinus x minus pi taqsim 12 kara kosinus 2x qo'shilgan pi taqsim 4 barobar 0 ko'rinishidagi tenglamaga keladi. Endi ikkita holat bo'lishi mumkin bizada. 0 ga tenglashtirib yechishim kerak ikkalasini ham. Sinus x minus pi taqsim 12 tenglik 0. Demak, x minus pi taqsim 12 bizada pi k ga teng bo'lishi kerak bu uchun. Bundan x ni topadigan bo'lsam, pi taqsim 12 qo'shilgan pi k bo'ladi. Demak, buni ildizi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi ikkinchisini 0 ga tenglashtirib yechaman, ya'ni kosinus 2x qo'shilgan pi taqsim 4 barobar 0. Bunda 2x qo'shilgan pi taqsim 4 teng bo'lish kerak. Plus minus arc kosinus 0 bo'lish kerak. Bu pi taqsim 2 qo'shilgan 2pn deyishim mumkin. Buni men hozirgi holatda bunday demayman-da. Pi taqsim 2 qo'shilgan pn deb olaman. Baribir o'sha nuqtalarni beradi. Bu holatda demak 2x ni topadigan bo'lsam, pi taqsim 2 minus pi taqsim 4 bu pi taqsim 4 ni beradi. Qo'shilgan pn. Endi 2 ga bo'lsam, x ni topsam, demak pi taqsim 8 qo'shilgan pn taqsim 2. Mana shu yechim chiqar ekan. Bilamiz, k ham n ham bizada butun son. Endi yana xuddi shu gap, oralardagi yechimlarini k bilan n ga qiymat berib topib olamiz. Buni ham birdaniga javobini yozib ketaman. Xo'p, birinchisida a sida yechadigan bo'lsak, bizada 6 ta ildiz chiqadi. Ikkinchisida esa yechimlar yig'indisini ham topishimiz kerak. 103 pi taqsim 24 ga teng bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak. Shu bilan 37-savollarimiz yechimi ham o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.